So'kinuvchilar, og'zi shaloqlar, sizlarga bitta yomon xabarim bor. Musulmonlarni so'kadigan kishi bu odatini tashamasa, ertaga shu tilini deb jahannamga tumshug'i bilan sudralib otiladi. Nima bu ahvol? Har ikkita gapi birida so'kinish. Allohdan qo'rqmaymizmi? Tashqaridan qaragan odam shu musulmonning odobi deydimi? Yana eng og'ir holat shu so'kinadigan kishilarning ichida ibodatli kishilarni bo'lishi. Musulmon kishini so'kishlik eng katta kabira gunohlardan sanaladi. Musulmon kishini obro'sini to'kish harom. Musulmonni kamsitishga, xo'r ko'rishga, uni so'kishga haqqimiz yo'q. Bu og'zimizdan chiqayotgan so'zga e'tibor berishimiz kerak. Islom bir so'zlik dini. Biz islomga bitta so'z bilan, tavhid kalimasi bilan islomga kiramiz. Bir so'z bilan dindan chiqamiz. Bir so'z bilan xotin olamiz, nikoh qilamiz. Bir so'z bilan taloq beramiz, xotin qo'yamiz. O'yinmas bu og'zimizdan chiqayotgan so'z. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabalga aytganlaridek, ey holingga voy ey Muaz, axir odamlarni yuzlari bilan yo tumshuqlari bilan jahannamga tashlaydigan narsa tillari hosil qilgan narsadan boshqa nima bo'lardi? Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni jahannamga otilishligimizga eng katta sabablardan biri shu til bo'lishligi dedilar. Va ulamolarimiz shu tilni ofatini sanab, tildan minglab gunoh sanashgan, til bilan qilinadigan. Va Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Uning og'zidan chiqqan har bir so'zni farishta kuzatib yozib boradi. Doimo hozir va nozir farishtalar.